Assalomu alaykum barchaga. Nestor Shishamosi SAT bo'yicha o'zining yangi loyihasini boshladi. Loyiha nomi SAT savol turlari. Loyihadan ko'zlangan asosiy maqsad SAT boshlashni reja qilgan ustozlar hamda o'quvchilar uchun SATni mavzularini to'liq qanaqa, o'zbek tilidagi qaysi mavzularga to'g'ri keladi, savollarning qiyinchilik darajasi qanaqa ekanligi haqida batafsil ma'lumot berib o'tish. Ya'ni agar siz meni matematikam darajam o'rtacha darajada SAT ololamanmi degan savol sizda paydo bo'layotgan bo'lsa, bu loyihada boshidan oxirigacha ishtirok etib, SATni o'zbek tilidagi qaysi mavzuda ko'proq tushishi misollarning qiyinchilik darajasi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Jami SAT mavzularini 24 ta darsga bo'lib chiqdik. Har kuni 4 tadan jami 6 kun 24 ta mavzuni to'liq sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Loyihaning maqsadi bir hafta davomida SATning barcha mavzularini sizga o'rgatib qo'yish emas. Asosiy ko'zlangan maqsad bir hafta davomida SAT mavzularini o'zbek tili mavzulari bilan taqqoslab, qiyinchilik darajasi har bitta mavzuga doir oson, o'rta, qiyin savollar orqali qisqacha tushuntirib berish. Demak, biz boshladik. Birinchi darsimiz 4 ta dars. Birinchi darsimizda 4 ta mavzuni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Qisqacha rejamiz haqida tushuntirib o'taman. SAT mavzulari deb nomlayman. Mavzulari. Rejamiz qanaqa? Reja. Boshlanish sanasi 9-fevraldan 15-fevralgacha. 15-fevralgacha. 2. SAT bo'yicha barcha mavzularni 24 ta dars qilib o'tamiz. 24 ta darsga bo'lamiz. 3. Har kuni 4 tadan mavzu. 4. Har bitta mavzuga doir har bir mavzu bo'yicha 3 tadan savollar. 3 tadan savollar oson, o'rta, qiyin darajada bo'ladi. Loyihadan maqsad sizlarga bir hafta davomida SATning barcha mavzularini o'rgatib, tushuntirib qo'yish emas. Loyihadan ko'zlangan asosiy maqsad SAT bo'yicha to'liq tasavvur paydo bo'lishi kerak. O'zbek tilida qaysi mavzularni ko'proq ko'rish kerak va qaysi mavzudan qanday darajadagi savollar tushishi haqida to'liq sizda tasavvur paydo bo'lishi shart. Undan keyin SAT tayyorlanishni bemalol qo'rqmasdan boshlasangiz bo'ladi. Demak, biz birinchi mavzuga qaysi mavzularni qo'ydik? Linear equation, chiziqli tenglamalar, o'zimizdagi chiziqli tenglamalar mavzusi oddiy. Undan keyingisi rational equation, ya'ni ratsional tenglamalar. Bilishimiz kerak bo'lgan mavzu, birinchi mavzuga mana shu 3 ta mavzularni qo'ydik. Ratsional tenglamalar, ya'ni kasrli tenglamalarni ko'ramiz. Undan keyin expression, ifodalar va ko'pqatlar. Bunda asosiy bilishimiz kerak bo'lgan narsa, eng muhimi bu chiziqli tenglamaning yechimga ega bo'lish shartlari. Bitta yechimga one solution, bitta yechim, no solution, bo'sh to'plam, cheksiz solution, ya'ni cheksiz ko'p yechim. Asosiy bu mavzuning g'oyasi mana shular. Birinchi misolga e'tibor beradigan bo'lsak ham xuddi shunaqa savollarni bittalab tarjima qilib juda ham ko'p vaqt yo'qotmayman. Aytib o'tganimdek, loyihadan asosiy maqsad savollarni darajasini ko'rsatib berish. Birinchi misolni tarjima qiladigan bo'lsak, how many solution, nechta yechimga equation have, tenglama ega. Ya'ni mana shu tenglamamiz nechta yechimga ega. Ko'rinib turibdiki, 6x da qisqaradigan bo'lsa, 4 8 ga teng emas. Ya'ni bu tenglamamiz bo'sh to'plam, yechimga ega emas. 0 degan javobni olamiz, 0 ta degan. Asosiy e'tibor to'g'ri tarjimada bo'ladi. Bu faqat kurs boshlanganidan so'ng. Hozircha tarjima qilib berib, savollarni darajasini aniqlab ketamiz. Ikkinchi misolimiz expression. Mana shu ifodamiz ekvivalent teng kuchli 1/5 x darajasi c ga. Bu yerda c musbat son va x 0 dan katta. What is nimaga teng? Value of c. C ning qiymati nimaga teng? C ning qiymatini topishimiz kerak. Qarz ochadigan bo'lsak, x ning 21 minusdan 4 ta x ning 20si plusdan 4 ta x ning 20si.
Mahrajlari bir xil bo'lganligi uchun suratlarini qo'shdik. Mana shu teng ekan 1/5 x ning s'si. 4 x ning 20lari qisqarib ketdi. Bu ham teng ekan x ning 21/5 x kvadrat. 1/5 desam x ning 19i qoladi. Bundan s ning qiymati mosliga o'rnatadigan bo'lsak 19 ga teng. To'g'ri javob S. Ko'rinib turibdiki, bu o'rta darajadagi savol, bu ham murakkab emas. Uchinchisi, chiziqli tenglama mavzusidan qiyinroq bo'lgan savol. Uchinchi savol, bu ham aslida juda ham oddiy, faqat tarjimasi birozgina o'ylantiradigan joyi bor. In the given equation, berilgan tenglamada как konstanta, ya'ni o'zgarmas son. Xo'p, kalit so'zlardan foydalanishni kurs davomida o'quvchilarimizga o'rgatib boraman. Bu yerga e'tibor beradigan bo'lsak, exactly one solution bo'ldi. Mana shu joyini tarjima qilamiz, yetadi. Nima deyapti? Exactly aniq one solution, bitta yechim. Ya'ni tenglamalar bu chiziqli tenglama mavzusi bo'lganligi uchun kalit so'zda asosan yechimga ega bo'lish shartlari misoldan qarab izlasak bo'ladi. Savol: which of the following, quyidagilarning qaysi biri could not be, bo'lishi mumkin emas? Value of k, k ning qiymati. K ning qiymati qaysi biri bo'la olmaydi? Tenglama bitta yechimga ega bo'lsa. Bitta yechimga ega bo'lish sharti k1 teng emas k2 bo'lishi kerak. Ya'ni k ning qiymati teng emas 3 bo'lishi kerak. Demak, javobimiz 3. 3 ga teng bo'la olmaydi. Keyingi mavzu, ikkinchi mavzu slope of line. Muhim mavzularimizdan biri. Bu mavzuda eng ko'p uchraydigan formula to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyentini topish formulasi. y2 minus y1 taqsim x2 minus x1. Ya'ni agar to'g'ri chizig'imiz a nuqta x1 y1 va b nuqta x2 hamda y2 nuqtalaridan o'tadigan bo'lsa, to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyenti quyidagi formula orqali topiladi. Slope of line, chiziqning burchak koeffitsiyenti. Graph of linear function, chiziqli funksiyaning grafigi, parallel va perpendikulyar chiziqlar. Ikkinchi mavzuga asosan to'g'ri chiziq haqida, to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyenti, parallellik, perpendikulyarlik shartlariga doir misollar tushadi. E'tibor beradigan bo'lsak, birinchisi, to'g'ri chiziq tenglamasi bor. Y teng 6x plyusdan 1/9. Line J chizig'imiz perpendikulyar. Perpendikulyar ekan line K. Mana bu K chiziq tenglamasi. J chizig'imiz unga perpendikulyar bo'ladigan bo'lsa, K'si minus 1/6x plus B. Ya'ni K shtrix desam minusdan 1/6 bo'ladi. Perpendikulyarlik shartiga ko'ra K'lari ko'paytmasi minusdan 1 bo'lish kerak. O'shaning uchun J chiziqning burchak koeffitsiyenti minusdan 1/6. So'ralayotgan narsa ham ayni o'sha. What is nimaga teng? Slope of line. O'sha chiziqning burchak koeffitsiyenti so'ralgan minus 1/6 B javob. Xo'p, endi ikkinchi misolga e'tibor beramiz. O'rta darajadagi savol. Bu yerda aytayaptiki, tarjima qiladigan bo'lsam, xy play, xy tekislikda line L chiziq as this row orqali o'tadi, point 0 0. Kalit so'zlarni belgilab ketaman. 0 0 nuqtadan o'tishi va parallel ekanligi mana bu chiziqga. Demak, L chiziq tenglamasi y teng 6x plus 3 ga parallel bo'lsa, L chiziq tenglamasi 6x plus b ko'rinishida bo'ladi. Va 0 0 nuqtadan o'tganligi uchun 0 ni qo'yadigan bo'lsam, b 0 chiqadi. Y teng 6x ekan. L chiziq tenglamasi topildi. Bizdan so'ralayotgan narsa, if agar line L chiziq as this row orqali o'tadi, point nuqta 3D. Shu D nuqta orqali o'tishi ma'lum, joy-joyiga qo'yamiz. Y ning o'rniga D ni qo'yaman, X ning o'rniga 3 ni qo'yaman. 6 ko'paytirilgan 3 teng 18. So'ralgan narsa what is nimaga teng? D ni qiymati. Ayni bizga D ni qiymati so'ralyapti. 18. Xo'p, keyingi qiyin savoli burchak koeffitsiyenti to'g'ri chiziqqa oid 3-savol. Savolga e'tibor beramiz. Bizga jadval berilgan. Table show. Mana shu jadval namoyish qiladi. 3 value, 3 ta x ning qiymatlari va unga mos jx ning qiymatlari. Mana bu yergacha odatda biz yopiq guruh bilan bu savollarni tarjima qilmaymiz, chunki bu kirish so'zlar. Har doim jadval berildimi, boshida o'sha so'z aytiladi. X ning 3 ta qiymati, unga mos y ning 3 ta qiymati berilgan degan so'zlar bo'ladi.
va rex funksiya bor va f-liner. Mana bu kalit so'zlik, kalit so'z sifatida qabul qilamiz. F-liner function. Ya'ni f chiziqli funksiya. Fx funksiyani bu yerdan topadigan bo'lsam, x plus 5 ni ko'paytiraman. X plus 5 ko'paytirilgan jx bo'ladi. Endi what is nimaga teng? Y coordinate of y intercept. Graf y teng fx. Ya'ni y teng fx funksiyaning y o'qi bilan kesishgan nuqtasining y ning koordinatasi. Y intercept y o'qi bilan kesishgan nuqtasi y coordinate y ning koordinatasi. Kalit so'zlar desak ham bo'ladi buni. So'ralayotgan narsa bizdan f0 so'ralyapti. Biz buni nima qilamiz? J ni qiymatlaridan foydalanamiz. Ixtiyoriy mana bu yerdan ikkita qiymatini olib kelib qo'yaman. Mana bu ikkita qiymatni tanlab olaman. Demak, y ga 0 ni x ning joyiga -9 ni qo'ysam, f -9 bo'ladi. Teng -9 ni qo'yadigan bo'lsam, -4 ko'paytirilgan hop j -9. J -9 da 0 ga teng. Demak, 0 ni qo'yaman, 0 ekan. Endi f x ning o'rniga 15 ni qo'ysam, 15 ni qo'yib hisoblaydigan bo'lsam, 15 ni qo'ysam 20 ko'paytirilgan j15. J15 6 ga teng. J15 ni hisoblasak, mana bizga qiymati 6 ekanligi bor. Endi teng 120. Bizda ikkita nuqta ma'lum bo'ldi. F ning -9 dagi qiymati 0 ga teng ekan. F funksiyaning 15 dagi qiymati 120 ga teng ekan. Mana shu orqali f funksiya chiziqli funksiyami? Burchak koeffitsiyentini aniqlasam bo'ladi. Boya yozgan formulam orqali y2 minus y1 x2 minus x1. 120 ayrilgan 0, 15 ayrilgan minusdan 9. Demak, 24 bo'ladi, bo'lsa 5. Demak, k to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyenti bor. Y teng 5x plus b ko'rinishda ekan va -9 u 0 nuqtadan o'tishi ham ma'lum. Joyiga qo'yamiz. X ning o'rniga 0 ni qo'yaman. Y ga 0 ni qo'yaman. X ga -9 ni qo'ysam, minusdan 45 plusdan b. Bundan b ning qiymatini topadigan bo'lsam, 45 ga teng ekan. Bizdan so'ralayotgan savol nima? Ayni mana shu b ning qiymati so'ralyapti. Ya'ni f0 so'ralgan edi. X ning chiziqli funksiyada f0 aynan b ni beradi. Demak, javobga 45 yozamiz. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak, saytida o'zi ikki xil savol turi bor. Ya'ni birinchisi kalit, mana bu ko'rinishdagi kalitni belgilaymiz. Ikkinchisida javobini yozib qo'yamiz. O'zimizdagi ochiq hamda yopiq testlarga o'xshash desak bo'ladi. Uchinchi darsni mavzusi qanaqa? Substitution, elimination, tenglamalar sistemasiga doir. Tenglamalar sistemasini o'rniga qo'yish hamda qo'shish usuli. Sistema, no solution and infinite solution. No solution degani yechimga ega bo'lmagan, infinite solution cheksiz ko'p yechimga ega bo'lgan. Ya'ni tenglamalar sistemasini bo'sh to'plam bo'lgan holati hamda cheksiz ko'p yechimga ega bo'lgan holati. Mana shu turdagi savollar ko'proq uchraydi. Bu yerda asosan nimadan foydalanamiz? Eng asosiy mavzuning g'oyasi mana bu ko'rinishdagi ikkita jadval berilgan. Ya'ni bizga standart ko'rinishida berilgan quyidagi tenglamalar sistemasi qachon bitta yechimga ega bo'ladi, qachon cheksiz ko'p, hokazo qachon bo'sh to'plam bo'ladi. Yoki slope intercept y teng mx plus b ko'rinishida berilgan bo'lsa, bu qachon cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi, qachon bo'sh to'plam bo'ladi. Mana shunaqa holatlariga doir savollar ko'p uchraydi. Birinchi misol, oson misolga e'tibor beraman. Sistemamizga berilgan in the system of equation above. Yuqoridagi tenglamalar sistemasida n va n konstant, ya'ni o'zgarmas sonlar. Agar sistema infinitely many solution. Kalit so'zi mana shu. Infinitely many solution. Cheksiz ko'p yechim degani. What is nimaga teng? M taqsim n ning qiymati. Yuqorida bizda jadval bor edi, cheksiz ko'p yechimga ega bo'lish sharti bor. Shartini yozadigan bo'lsam, A1 taqsim A2 teng bo'lishi kerak B1 taqsim B2 teng bo'lishi kerak C1 taqsim C2 ga. Ya'ni bundan m taqsim 2 ning qiymati teng 6 taqsim n bo'lishi kerak, bu ham 10 taqsim 5 ga teng bo'lishi kerak. Xo'p, birinchi
tenglama orqali m ning qiymatini topsam 4 bo'ladi. Mana bu orqali ikkalasi orqali n ning qiymatini topsam 3 ga teng bo'ladi. Bizda aynan m taqsim n so'ralgan. M taqsim n 3 ga 4 taqsim 3 ga teng. Demak, to'g'ri javob C. Ko'rib turibsizlar, faqatgina bitta tenglama formuladan foydalandik, misolimiz kelib chiqdi. Qiyin emas. Ikkinchi savolda bizga aytayaptiki, bizga tenglamalar sistemasi berilgan. Bir so'z bilan aytsam, quyidagi nuqtalarning qaysi biri o'sha tenglamalar sistemasini qanoatlantiradi? Each real number r, har bitta haqiqiy r soni uchun which of the following, quyidagilarning qaysi biri point, ya'ni quyidagi nuqtalarning qaysi biri lie, yotadi mana shu funksiyaning grafikida deyapti. Ya'ni har birining grafikida yotadi. Bu degani yechimi degani. Bunda oson usuli nuqtalarni joyiga qo'yamiz. Bitta-bitta qo'yib tekshirib ko'ramiz. Misol uchun mana bu birinchisida a javobda x ning o'rniga r ni qo'ysam, y ga mana bu chiqadimi yo'qmi tekshirib ko'ramiz. X ning o'rniga r ni qo'ysam, 3 ta r plusdan 5 ta y teng 8. Mana shu orqali y ni topadigan bo'lsam, minusdan 3 taqsim 5 ta r plusdan 8 taqsim 5. Y ga bizga javobda berilgan son chiqdimi? Yo'q. Demak, A javob olmaymiz. Endi C javobni tekshiradigan bo'lsak, y ning o'rniga r ni qo'yaman. Y ning o'rniga r ni qo'yib x ni topaman. 3x plus 5 ta y ning o'rniga r ni qo'yadigan bo'lsam, 8 ga teng. Mana shu tenglikdan x ning qiymati hop minusdan 5 taqsim 3 r plusdan 8 taqsim 3. Ya'ni mana x xuddi o'sha ko'rsatilgan javob chiqdi. Y r, x mana bu javob. Demak, mana shu nuqta tegishli ekan ikkalasiga. Ikkinchisiga qo'yib ko'rsak ham qanoatlantiradi. 3 ga bo'lib olsak, xuddi o'sha birinchi tenglama bilan teng kuchli bu. Endi uchinchi savolga e'tibor beramiz. Uchinchi misolimiz bizga berilgan tenglamalar sistemasi. Shartida, bu endi qiyin darajadagi savol, qiyin degan savolimiz. Savolni tarjima qilaman. Given pair of equation. Bu yerda kalit so'z pair of equation, ya'ni tenglamalarning juftligida a hamda b konstantlar, o'zgarmas sonlar. Graph of pair of equation. Mana shu tenglamaning grafiga x y tekislikda perpendicular line. Mana bu shart juda ham muhim. Perpendicular chiziqlar ekan. Savolda aytayaptiki, which of the following, quyidagilarning qaysi biri also shuningdek represent ifodalaydi perpendicular line, ya'ni perpendicular chiziqlarni. Ko'rib turibsizlar, tarjima jihatdan murakkab bo'lganligi uchun qiyin savollar turiga qo'shganman buni. Shartida aytayaptiki, yuqoridagi sistema, ikkita sistema o'zaro perpendikulyar bo'lsa, chiziqlari quyidagilarning qaysi biri yana o'zaro perpendikulyar bo'ladi. Bu uchun nima qilaman? Mana bu ikkalasi orqali y ni topaman. Y ni topsam, minusdan 5 taqsim 7x plusdan 1 taqsim 7. Ikkinchi tenglikdan y ni topadigan bo'lsam, y teng minusdan a taqsim b x plusdan 1 taqsim b. Endi perpendikulyar bo'lish uchun k1 ko'paytirilgan k2 minus 1 bo'lish kerak. Olib kelib joyiga qo'yaman. K1 ning o'rniga minusdan 5 taqsim 7 ko'paytirilgan minusdan a taqsim b teng bo'lishi kerak minusdan 1 ga. 2 dan minus plus bo'lib ketadi. Bundan a taqsim b ning qiymati minusdan 7 taqsim 5 ga teng ekan. Xo'p, buni ifodalab oldik. Endi javoblarda aytayaptiki, qaysi biri perpendikulyar chiziqlarni ifodalaydi. Endi mana shuni tekshirib ko'ramiz. Har bittasini bittalab tekshirib ko'ramiz. Birinchisidan y ni topadigan bo'lsam, y ning qiymati minusdan 10 taqsim 7 x plusdan 1 taqsim 7. Birinchi tenglikdan. Ikkinchi tenglikdan y ni topadigan bo'lsam, y teng a taqsim 2b x minusdan 1 taqsim 2 ta b.
Hop, endi klarni ko'paytiraman. Minusdan 10 taqsim 7 ko'paytirilgan a taqsim 2 b. Mana shu minus 1 chiqadimi yo'qmi? Ko'paytiradigan bo'lsam, minusdan 10 taqsim 14 minus 10 taqsim 14 a taqsim b ning o'rniga topilgan ifodani olib qo'yaman. Minusdan 7 taqsim 5 ni. Mana bu ikkalasi minus bo'lib ketadi. Bu bilan bu qisqarib javob 1 chiqar ekan. Demak, kalar ko'paytmasi bu to'g'ri chiziqda birinchisida 1 ga teng bo'ldi, minus 1 ga emas. Endi xuddi shuni B chiziqqa qo'llasak, menimcha kalarning ko'paytmasi B chiziqda minus 1 bo'ladi. Sababi mana bu ikkalasi bir xil, faqatgina bu yerda minusdan 2b, bu yerda plyusdan 2b. O'shaning uchun bu yerda hozir bitta minus paydo bo'ladi, javob minus 1 bo'ladi. Mana shunaqa 3-mavzumizga doir qiyin savol, tarjima jihatdan shuni olish jihatdan birozgina murakkabligi bor. Endi 4-mavzuni tarjima qiladigan bo'lsak, eksponent bu yerda darajalarga oid savollar, polinomial ko'p xatlarga oid savollar, ko'p xatlar va radikal ildizlarga oid savollar. Endi birinchi misolimiz oson darajadagi misolimiz. Ko'p xatlarga doir asosan Bezo teoremasidagi savollar, darajalarga oid, ratsional ildizlarga oid savollar. Birinchi misolimiz oson misoli. J funksiya quyidagi ko'rinishda aniqlangan. Savolni o'qisak yetarli. What is nimaga teng? J3 ni qiymati. Shunchaki funksiyaga J3 ni olib kelib qo'ysam bo'ldi. J3imiz teng 6 ko'paytirilgan 3 plyusdan 7. Bu ham teng ilzosida 25 5 ga. Javob. Oson misoli, demak, mana shu turdagi oson savollar ko'pchilik qarang'ular tushadimi? Albatta, turdagi savollar anchagina, bunaqa oson savollar anchagina uchraydi. Ikkinchi savoli, o'rta darajadagi savolga e'tibor beramiz. What is nimaga teng? Value of a ning qiymati. Sharti bor. If agar x plus 2 faktor. Mana bu so'zimiz kalit so'z. Faktor degani bu ko'paytuvchi degani. Ko'paytuvchisi bo'lsa, mana shu ifodaning. Endi bu Bezo teoremasiga tushadigan misol. X plus 2 ko'paytuvchisi bo'lish uchun x plus 2 ni 0 ga aylantiradigan qiymat, ya'ni minus 2 qiymatim funksiyani ham 0 ga aylantirish kerak. Minus 2 ni qo'ysam 0 bo'lishi kerak. F minusdan 2 ni hisoblayman. Minus 2 ni qo'yadigan bo'lsak, minus 2 ning kubi minusdan 8. Plyusdan minus 2 ning kvadrati 4, 3 kare 4 12 bo'ldi. Minusdan 4, x ning o'rniga minus 2 ni qo'yamiz, minusdan a. Demak, mana shu 0 ga teng bo'lishi kerak. 4 qavs 4 bo'ladi, minusdan 4 bo'ldi. Qavs ochadigan bo'lsak, plyusdan 8, plyusdan 4 ta a teng 0. Bundan a ning qiymati minusdan 1 ga teng. Javob B. Uchinchisi qiyin savollar sirasiga kiradi. Lekin aslida bu ham menimcha sizlarga qiyinlik qilmaydi. Qaraymiz. Berilgan tenglamada k pozitiv, ya'ni k musbat konstanta soni. Product of solution. Product ko'paytmasi, solution yechimlarining ko'paytmasi mana shu yerda kalit so'zimizda yashiringan. Product of solution yechimlarining ko'paytmasi. Equation tenglamani 77 bo'lsa, what is topish kerak? K ning qiymatini. Xo'p, bu tenglamadan x1, mana bundan x2, mana buni 0 ga tenglab x3 yechimlarini topamiz. Demak, x1 yechimni topish uchun 4 birdaniga topib ketaylik. X1 teng. Birinchi qavsni 0 ga tenglasak, minusdan 7 taqsim 4. Ikkinchi qavsni 0 ga tenglaydigan bo'lsak, minusdan 4k plus 7 ilzosida faqat. X3 uchinchi qavsni 0 ga tenglaydigan bo'lsak, minusdan ilzosida 4 plyusdan ilzosida 4 ta k plus 7. Uchala yechimni topdik. Endi bularni ko'paytiradigan bo'lsak, ikkita minus plyus bo'lib ketadi. 7 taqsim 4. Ikkita ildiz qisqarib ketadi-da, 4 ta k plus 7 qavsga olinadi. Teng mana shu 77 ga teng ekan. Bu bilan qisqaradi 11 tadan 4k plus 7 miz teng ekan 44 ga. Bundan k ning qiymati 37 taqsim 4. Demak, javobga olib qo'yamiz biz 37 taqsim 4.
Xo'p, umumiy xulosani aytadigan bo'lsak, umumiy xulosa. Mavzularni nomini aytib o'tib ketaman bir marta. Birinchi mavzu, asosan SAT'ning tushadigan birinchi mavzusi chiziqli tenglamalar, ratsional tenglamalar hamda ifodalarga oid savollar tushadi. Ko'rib turibsizlar, savollar darajasi. Hozir bitta-bitta namuna ko'rdik. Mana shu savollar atrofidagi misollar. Shunga o'xshash savollar bo'ladi. Endi ikkinchi mavzu to'g'ri chiziqning tenglamasiga oid. Ya'ni chiziqli funksiya desak bo'ladi. Chiziqli funksiyani grafikga oid, chiziqli funksiyaning burchak koeffitsiyentiga oid, parallel hamda perpendikulyar chiziqlarga oid. Oson savoli, o'rta darajadagi savoli, qiyin savoldan bitta-bitta namuna ko'rdik. Endi uchinchi mavzuni biz chiziqli tenglamalar sistemasi deb nomlasak bo'ladi. O'rniga qo'yish usuli, qo'shish usuli asosan tushadigani yechimga ega bo'ladigan, cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladigan holati yoki yechimga ega bo'lmaydigan holatlar ko'p uchraydi. Mana bu formulalarni ko'rsatdik. Oson, o'rta, qiyin darajaga bittadan savol ko'rdik. To'rtinchi mavzu darajalar, ko'p xatlar, ildizlar. Mana shu mavzuga oid savollar tushadi. Mana shu mavzularni siz yaxshiroq bilishingiz kerak. Oson darajadagi, o'rta darajadagi, qiyin darajadagi misollardan bitta-bitta namuna ko'rdik. O'ylaymanki, mana shu bir haftalik loyihada o'zi 6 ta dars, 6 ta kunimiz bor. 4 tadan mavzu, 24 ta mavzu orqali sizga barcha mavzudan namunalar ko'rsatib beramiz. Loyihada faol ishtirok eting. SATning savol turlari, qiyinchilik darajasi, o'zbek tilida qaysi mavzulardan tushish haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Yechish uchun misollar berilgan. Iloji boricha har bitta misolni yechishga harakat qiling. O'zbek tilidagi matematikaning qaysi mavzulariga mos ekanligi yaqqol his qilib, tushunib borasizlar. Bugun loyihani ikkinchi kunida keyingi 4 talik mavzuda ko'rishguncha hammaga xayr.